Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 16-iyun haftaning 1-kuni Amudaryo tumani Mang'it mol bozorini video syomka qilib o'tdik. Eslatma qilib o'taman. Mang'it mol bozori 1-kun va 4-kun bo'lib o'tadigan bo'libdi. Videolarimiz ikki qismdan iborat bo'ladi. Yosh qochoqlar va sog'inserlar, katta-kichik ho'kizlar. Videolarimiz profilda joylangan, o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin. Oqshom Xitoy mol bozorini video syomka qilib o'tdik. Barisi video profilimda joylangan, o'tib ko'rishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qanunda bizlar ketdik. Videolarimizga obuna va like bosish, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirish mutlaqo tekin. Videolarimizda tanish bilish guruhlarga va chorvachilikka qiziqadigan odamlarga tarqatib qo'yaverasizlar. Yosh qochoqlarimizdan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Jazom aka. 9 million arası kaçar emasmi bu? Verirsin çesin şu kaçar. 10 milyon adam bu yaş ölçeceğimiz 9 milyon dediniz mi? 9 milyon. Pazar soradı mı? 8 milyondan sorattı. Yaş kaçarlarımız. Assalomu alaykum. Necha ekan narxi yoshli? Buni 7 so'm aytibman. 7 million aytilyapti. Bozor so'radimi? Bozor so'rab turibdi 5 million 400. 5 million 400 ga chiqdi bozor. Savdoningizni bersin. Yosh bo'ladi. Ha, yosh qochoqlarimiz. Narx qancha ekan? 6 million 500 aytilyapti. Bozor necha so'mga baholadi? 5 million 800, 5 million 900 ga chiqibdi bozor. Yaxshi, savdoningizni bering. Necha so'm ekan narxi? 7 million 500 aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? 7 ga so'radi. 7 millionga so'rabdi bozor. Narxi necha so'm ekan? 6 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? Bozor 4 million 700 so'radi. 4 million 700 ga so'rabdi, 5 million bo'lsa beraman deydi. Qo'chamiz. Beriksin necha so'm ekan? 7,5 so'm aytiladi. 7 million 500 ming so'm aytilyapti. Bozor qanchaga chiqdi? 6 million 500 ga so'rabdi. Sal chiqsa beraman deydi. 1 so'm tanasi bor ekan. Yani şu yosh qochoqimiz 6 million 600 ga sotilibdi. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan narxi? 10 million aytilyapti. 7 million 700 ga sotilibdi. Aslında narx qancha ekan? 10 million. 10 million so'm aytilyapti ekan. $10 million so'm aytilyapti ekan. Bozor 8 million 700, 8 million 800 chiqibdi deydi. Qizil qochoqimizning savdosi bo'latir. Necha so'mga so'rayapsiz yoshlar? 9 million 700 ga so'rayapti ekan. Narx qancha ekan buni? 12 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? 10 million 200 ga chiqibdi bozor.
Narx qancha ekan shu? 13 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? So'rayapti. Qanchaga chiqdi bozor? 10 million 600 ga chiqibdi bozor. Yosh qochorimiz. Yedingmi? Sayfadan tashlab bor. Bugun haftaning birinchi kuni bozor 7-kundan 1-kunga ko'chirilgan Mang'itda bozor. Bugun mollar kam. Narxlarni ko'rsatamiz. Haftaning 4-kuni bo'ladigan bozor optim bozor bo'ladi ekan, ya'ni ko'proq mollar 4-kun tushadi ekan. Bozor birinchi kunga ko'tarildi. Ulkan bozor 1-kunga ko'chirildi. Shayxlikka Bir sürü ötük. Yine. Şmetallarımız kaçıp ketiydi durgan. Narx qancha ekan? narx 10 aytamiz. 13 million aytilyapti. Bozor so'radimi? So'rayapti. Qanchaga chiqdi bozor? So'rayapti. So'rayapti deydi, qachonimiz ajoyib. 10 bo'lsa beradi. 10 million bo'lsa, taq etar yeri 10 million deydi. Beraveradi ekan. Narx qancha ekan shu? 11 ga so'radi. 11 millionga baholabdi bozor. Ustuna tama bor-ku. Narx qancha ekan shunda? 15 million aytilyapti. Bozor so'radimi? 11 milliongacha chiqibdi bozor. Ajoyib qochorlarimiz. Narx qancha ekan shu? Narxi 15 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? 11 million 500 ga baholabdi bozor. Narx qancha ekan? 12 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? Qanchaga chiqdi? 9 million 300 ga bozor. Ular ham qochib keting deb turgan qochorlarimizdan. Narx qancha ekan? 15 deyapmiz. 15 million aytilyapti. Bozor so'radimi? 13 million baholabdi bozor. Necha ekan ashullar? Assalomu alaykum. 14 million. Qisirg'a. Bozor so'radimi? 10 millionga. Birda necha tug'anmi? Birda tug'an. Ya so'raydi. Chetdan berdimmi bag'ana so'rayman. Qanchaga so'raydingiz? Assalomu alaykum.
Necha so'm ekan narxi? 13 million aytilyapti ekan narxi. Bozor qanchaga chiqdi? 10 million 200 ga chiqibdi bozor. Allah'ımız bilan tanıştıramiz. Yillar ajoyib ekan. Berganingiz narx qancha yaxshi? 13, 15. 13 million aytilyapti ekan. Berdi 15. Sog'lib turibman-ku. Necha litr sut berib turibdi? 5 litr. 5 litr sut bor. Nechani tug'an? 2 3. Birinchisi buni Ikkinchi oy. Hozir qisir qo'ying ya. Qisir ekan. 5 litr suti bor ekan. 15 million dedingizmi? 15 million aytilyapti ekan. Mana ajoyib bo'ydor sigirlarimizdan. Suti bormi? Yaxshimi? Sovib turibsizmi? 2 litr suti bor. 2 litr suti bor ekan. Narxi qancha buni? 8 bo'vazmi? 2 oylik bo'vaz ekan. Sog'im sigirlarimizga o'tdik. Akalarimiz so'rayaptir. 10 millionga so'rayaptir. Birinchi bolasi bu, ikkimi? Uchinchisimi? Qachordan bolasi? Bitta ekan. Necha litr suti bor? 5 litr suti bor ekan. Narxi qancha? 18 million aytilyapti ekan, 15 million 500 ga so'ralib turibdi. Bu bitta o'jak. Necha litr suti bor? 5 litr suti bor ozon-kech. Nechanchi bolasi ekan bu? 3-chi bolasi ekan. Narxi qancha ekan? 27 million aytilyapti ekan. Bozor so'radimi? 23 millionga baholabdi. Necha litr suti bor? Qancha? 1,5 litr ekan. Birinchi bolasi qachormi? Bu bitta ekan. Birinchi tug'ishi. Narxi qancha ekan? 18 million aytilyapti ekan. Bozor qanchaga chiqdi? 15 millionga chiqibdi bozor. Bolasi qachormi? O'gitcha o'jak ekan. Nechanchi bolasi bu? 4-chi bolasi ekan. Necha litr suti bor ekan ozonki? 7-8 litr sut beradi dedi. Narxi qancha ekan? 22 million aytilyapti. Bozor baholadimi? 19 millionga chiqibdi bozor. Necha litr suti bor ekan? 5 litr. Ozon-kech. Qachonmi bolasi? Nechanchi bolasi ekan? 4-chi bolasi ekan. Qachon? 5 litr suti bor dedi. Narxi qancha ekan? 16 million aytilyapti ekan. Bozor baholadimi? 14 millionga chiqibdi bozor. Assalomu alaykum. Necha oylik bo'vaz dedingiz?
Ha, tug'ishini asqatdi. Hafta 10 kunga tug'adi deydi. Birinchi nechanchi bolasi bo'ladi? Ikkinchi bolasi bo'ladi deydi. Narxini qancha aytyapsiz? Narxi 20 so'm. 20 million aytilyapti. 14 million 500 mingga bozor baholagan. Ustunda tama ko'pmi ozmi? Sal bor, ha? Sal bor deydi. Eshitib beriladi. Buni o'jaga bilib turibdi bu kerak. Mana shu yerga o'jaga o'jaga. Bilib turibdi. Necha litr suti bor ekan bu? 6 litr suti var, 6 litr. Azankich 6 litr suti bor deydi. Bunchanchi bolasi ekan bu? 3-o'jak. Qachon bu? O'gitchami? O'gitchi o'jak ekan. 3-chi bolasi deydi. Narxi qancha ekan? 19 aytaman. 19 million aytilyapti ekan. Bozor qanchaga baholadi? 17 ga so'rabdi. 17 millionga chiqibdi bozor. Kaçsa beraveraman. Tersim oldu. Doldurib cebi chuv yaxshi. Yelillar ham ajoyib. 6 litr sut degani yomon emas. Yerim köpte böyle video açmıyor. Hadi bakalım. Tamam hadi. Necha oylik boğaz dedi? 5 aylık boğaz. 5 oylik boğaz deydi. Nechanchi bolasi bo'ladi ekan qarni? 5. balası. 5-chi bolasi deydi. 4 tug'an ekan. Narxi qancha ekan? Abi satıldı savda oldu diye. Ha, necha so'm bo'ldi? 10 10 million 500 ming so'mga sotilibdi. Ayakta bir var, bir herkesi çıraylı mal. Geleceğe var mal. Ne kaç? Necha oylik boğaz ekan bu? 6 aylık boğaz. 6 oylik boğaz deydi. Çocukların ömürlerinde biri böyle. Bo'ldi. Nechanchi bolasi bo'ladi ekan bu qarnda? Karda yer bilmez bu nesin çeker. 4 parça. 16 de. 16 million aytilyapti ekan. Biraz at bolama aka. İçinden 1 milyon reklam. Ne garanti aldı? 99 dan 682. 682 Devlet 45. 0245. Manzil? Termantı. Menzilde ekmez. Terman kalkası. Manzil Kerman Kolxoz. Ororsun mal ko'paydi deydi. Geç bir. Telefonlashaverasizlar. O'tamiz. Necha oylik boğaz ekan? 6 oylik boğaz ekan. 13 million aytilyapti ekan. Bozor qanchaga baholadi? 10 millionga baholabdi bozor. Nechanchi bolasi ekan qornida? Ikkinchi bolasi ekan. Sog'lib turqoqqa, sog'lib turqqa. Dindo'rashlar. 10 millionga so'ralgan, ozroq tamasi bor deydi. Yetti oylik boğaz deydi, ikkinchisine boğaz, bir tug'an deydi. Narxi qancha ekan? 17 ay tutup var. Ama 17, 14, 6, 20, 17 million aytilib ekan. Bozor 14 milliondan sal chiqib baholab turibdi ekan. Kurvarsa. Shu bilan sog'in serlar va yosh qochorlarimiz bugun haftaning birinchi kuni, bozor kuni. Mal bozor birinchi kunga ko'chirilgan. Mallarimiz kam. Kuzatgan hammaga rahmat. Obuna va like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.